Mehmonimiz musafoligini qaranglar. Men va nihoyat Toshkentga yetib keldim. Xudo xolasa bitta kichkinagina biznes boshlaganman. Xudo xolasa kech payt yoki vaqti bo'lganda harakat qilaman bugunga post qo'yishga. Qanaqa biznes boshladim? Sizlarga to'g'ri keladimi, yoqadimi, yoqmaydimi? Xudo xolasa storiyalarni kuzatib borsanglar, xudo xolasa postga ham, storiyalarga ham qo'yaman. Xudo xolasa bugundan boshlab men Toshkentda ish faoliyatini boshlayman. Assalomu alaykum jigarlar, xayrli kech, yaxshimisizlar? Sizlarga chiroyli narsani ko'rsatmoqchiman. Bu iPhone 17. Bir emas, ikkita iPhone 17. Nima deysizlar? Ochib bir ko'rsataymi? Yo, egasi kelib qolarmikin? Mayli, ochamiz. Bismillah. Oddiygina iPhone 17. O'zgarish yo'q. Hamma yo'q bir xil. Korpusi juda yoqmadi. iPhone 17 yaxshi, iPhone 17 yaxshi deydi. O'zimizni qo'limizda 16 Pro dan qo'ymasin. Egasi kelib qolmasa olib qo'yaylik.